Bilgenin öküz almış kım bolar, sonanınca peşi ayna kül bolar. Şairlerde biram dil bolar. Bir kırdanın zikrin aytı evliya. Meşhurluğa bitti kızı bulbular. Mihmanına amaşı tuz bular, dünyanın ziyneti sizi biz bular. Oğlum dedin kolum aşkın zürriyete. Sen ağlama bitti kekli kız bular. Kursan kılay kongra tüzken yelim diyor. Yendi çeyrek kızın huda dilim diyor. Bir geline şükür kılay ağacağım. Huda yolga kurban kılay marım diyor. Razı buldum dolağa. Öyge var kurban kıla yanacak. Allah yolla sapkanlarım sodağa. Manışında vay sarıyan bu kaptı eşitkenden keyin gözden qatar yavaş sırıp ko'ngli buzilib sıxani ezilib ekavi quchoqlashib ko'rishib otlariga qayta minib mamlakatiga kelib boy bo'rining taxtiga kelib ko'rgan tishini ma'ni berib xaloyiq uchta zurriyatimning haqqi hurmatiga xo'jand mamlakatiga 6 oy to'y e'lon qildim deb boy bo'ri xaloyiqqa qarab jarchiqsa qo'yar ekan.
şairler de yine kıyladım. Müşterdir yettin ey hürmetim. Zindanda yatkana kullar ey. Versin adata eyledim ey. Dualarımın ay çeşitsin. Mert adam nerede akşamı. Perzent buğuladı ya boyundan. Orta yerine amşana. Kolum açıp bireydi vakıl. Gele Özbek'tine yaşanıyey. O dağda anırlığa olsun da ben de elerdim bile balası. O dağımın bile fayızdı Sultan Perzent'ine kalası. Kulum ağacıp bireydi vaklı. Özbek yerinin mullası ey. Batır buğla diye ağlar. Adam zattın bile bayırı. Batlarla ötüşe vermeydi. Akkan daryanına hayırı. Kolum açıp bile duvaklar. Taş demirde yine şairi. Aşkla ağacım diye pişirgin. Düşme arabaya kısteden. Kışmaz kışın diye pişirgin. Düşme arabaya kısteden. Bu dünyada bile görmedim. Adamın bağrıya bütüne. Kazandı koygana çöllerge. Çıksın osmanlıya dütüne. Tamaşa kırgına bu toyga. Özbek kongrata katın ey. Halallar birgene tuzları. Şunday ayta diye sözleri. Yendi kesinde ya kaşığı. Allah birgen bir bölge. Oğullarımın ana kızları. Dağlara çıkkın ey boyunma. Komurat yüzüne kızlar yanay. Asmanda yarına boy var. Yaraz kanıma kağday var. Karlılar kimseye doyma. Karınlar karına may var. Yana aldı gaya kulağına. Kum çeyneklerge çay var. Asıklardan ayağı var. Güleşke çıkan ay palvanla. 90 sürülere koyu var. Katteler katteye palvanla. 90 sürüleye iddiayı var.
var var, bileklerine zor var. Güreşke çıkkın polvanlar, el kadar tehlikçe yayınlar var. Ola bir gün bile varlıksız, üstüne başkan ezel var. Yaxşı kızlar diye itenler bey, Osan barkınına eyber boru. Manışında karan rasta adam tolup gitti berat minen pasta. Koy soyla yaptı, kazan koyla yaptı, sırna çirtile yaptı, parapan tüttüle yaptı. Komrat yüz bütün Özbek mamlakatı çılpır çölünü kavgatın gölünü basıp gitti. Baybörüge Allah-u Teala pardant elan kılıptı, hoş haberini veripti Xudaya, Xudavanda şunday adalatlı paşagayan pardant versin ha. Bugün nasip olsa hoş haberiga 6 ay toy veradigan bolsa zürriyetleri dünyaya kelsa yana 6 ay toy veradi. Yesin birden bari toyup qoladi. Xudaya yaxshiga bersin. Deyishib Xudaylaşıp paşaga hammasi dalaga chiqib ketdi. Mana qo'y so'yilgan, qozon qo'yilgan. Gala kelyapti, to'rtta vara qo'yyapti, nafsi jamanning urti qo'yyapti, juvarma gulgir kalbachcha nora qatirdi, tumshuqqa turtyapti, yenaja bilmasam deb og'zini dorsaqonga surtyapti. Ana shunda boyborim bilan boysara biravi kurashga borliq bersa, biravi ko'pkariga borliq beryapti. Boyliqning oldida nima? Mana shunday qilib to'y o'tib bersin. Alloh taoloning karami bilan mana bular dujon bo'ldilar. 9 oy 9 kun yetib Boybo'ribekka bittagina farzand ata etdi. Boysariga ham shu kuni ikkovi bir kunda tug'ildi, birgina qiz farzand ata etdilar. Shunda qarang, sahar yotganida haligi 3 odam kelib, Boybo'ri tilagan maqsadingda Alloh berdi, otini Hokim Bek qo'ygin dedi. Ol mamlakatingga bek bo'lar, bo'lmali dedi. Boysariga aytdi, qizimning otini Barchin qo'ygin. Ikkoving xudo bo'lgin dedi. Ana shunda Boysari Bek qizini xotini bilan yo'lbaklab olib kelib, taxtda o'tirgan Boybo'rining qo'liga berdi. Shunda qiz farzandning yuzini ochib ko'rib, Boybo'rining ko'zida qator yosh silib, ko'ngli suxani ezilib. Bunun boisi bor ediki, Alloh taolo ikkovini juqib yaratibdi-da. Ana endi Hokim Bekni ham ko'tarib kelib qo'liga berdi. Shunda qani Boybo'ri bilan Boysarini ta'riflab, bularga lekin mana qulluq bo'lsin beradigan sozandalarim bir qo'shiq aytib, xalqning ko'nglini xushlasanlar bo'lmaymi debdi. Sozandalar g'irring qilib, oyog'ini chertib, buyog'ini simini tortib, tayyorlayotib edim, menga o'xshagan bir baxshi sozanda aytdi, "To'xta. Sen qachon bo'lasan? Sen tayyor bo'lguningcha men xush xabarini berayim, men qulluq bo'lsinni berayim" deb do'mbirasini daryo qo'liga olib shunamaga solib. Boybo'ribekning saroyida farzand qulluq bo'lsin deb, ikkoviga lekin qulluq bo'lsin qilayotgan joyi yaqinlashdi.
Sancıldızda yine parlaydı. Ay begim can ikiye gözünüz. Kurla bağızında yay bay baba. Ay barçındayla kızımdı. Masmanda gıyacağım aya. Ben ayaz kıldı ya Kudaya. Yediler cennete boladı. Vay böreğine viskecaya. Benden tıkayadı vakısına. Hakim canıma kıfle doyay. Mümküne sığmasay sinese. Sıra olmasına günese. Hakim canına dua kısında. Kuntuğmuş dayına yinesi. Abat bağısında ya rüzgarı. Yana abat bırakısında. Koyan konlara tay şakarı. Hakkım yanıma cilkesi de. Kızırdım battıra nazar yok. Gavharın vardır tilinde, mühürün vardır kolunda. Salamat yaşaya boy buru, oynaman kumrata yelinde. Kullu boğazım bireydir yeter. Min yıllar kaçaya var babına. Tay viskene yerinde yok. Bana azizler aydan ay öttü, günden gün öttü. Hakim Bek bilen barşınay 4 yaşqa yetkende Baybörü Bek hakimnin koludan uçladı, Baysarayam kızının koludan uçladı. Damirlarını çakırıp geliş bizge doğru kelmeydi, ustazı çakırış mümkün emas. Adamlar qatarı bize medresege barıp özümüz kapşıraylık diye Beklik taxtıdan düşüp. Hakimnin koludan atası Baybörü uçlap, Barşın'ın koludan Baysarı uçlap ekağı damirlarının kaşığa barıp damirlacan. Mani farzandlarni sizga topshirdim deb damirlarga qarab ikkovi gapirib ketgan ekan. Bir Xudayım olsun ha, başka konası. Gözüm bende koyan tay, yedin egesi.
Endi sizga bo'lar farzand xizmati. Qoshimizda ahli mo'mina zurriyati. Men ham yolg'izimni sizga topshiray. Shulam bo'lsin payg'ambar ummati. Bir başım ayağı bana basın. Böyle kimge yiga basın. Yolg'izimni damla senga topshirdi. Yolg'iz bolam adolatli dona bo'lsin. Tavba qilgan mana damillam. Ikki jo'g'am deya qo'shildim. Tulpar aydadim qilishlar. Dushmandek tog'dan oshirdim. Aybdorlarning gunohin adolat qilib kechirdim. Olim qovdim deya damillam. Salomat sizga topshirdim. Sıra görmem deya ma'lumot. Bilmasin sizga ham kulbat. Siz bilasiz deya damillam. Kunda qadam mana adolat. Mulla boğazında yan hakimcan. Topshirim menaya salamata. Sebelab janvara tog'larga osmon bo'g'itini jarasa. Quchoqlab bag'ray tortadi. Bolam deydi damlasa. Olim bolam deya damladi. Yaptı ya kucaklab kuntum işnayena yenasi. Mana shunda Baysar Bey xotinim bilan Baybur Bey xotinim bilan egavini toza kiyintirib, toza juvintirib, domillarga qo'shqinlab topshirdilar, baziga qaytdilar. Ana endi hokim bolam birgina ilm o'rganmasin. Bu nodari farzanddir. Jami O'zbekning pahlavoni bo'lsin, bolam alqqa o'xshaydi. Mana urushda, turishda, qilichbozlikda, nayza otishda, yoy otishda
o'rgatadigan odamlarni 7 iqlimdan bo'lsa ham tavib keldilar deb xalqqa buyruq qildi. Shunda Qosimxon degan bir yoy tortadigan pahlavon bor edi, shu Qosimxonni saroyga olib keldilar. Shunda Hakimbek 6 yoshda edi. Qosimxon 6 oy o'rgatdi. Shunda Oltin babasından kalkan 14,5 batman parlı sarıcay vardı. Bunu fakat Qosimxon atardı, başka birente kişi ko'tarolmasdi. Shunda Hakimbekni urgatib yurgan paytda ot o'ynatib ikkovi ham shu ko'k qamishning ko'nida baland to'baning ustida yotardi. Hakimbek shuni ustidan kelib qoldi. O ustoz tabarruk dedi, bu yoyni nega menga qo'lima bermadingiz, nega ottirmadingiz menga? Ye balam dedi, 10 gününden bir günüm açılgan yok, ketar aqlın kelgan yok, bilan o'shim to'lgan yok. Balam seni bunu berib mayib qilayinmi? Otang menga omonat topshirgan, ham Xudo omonat topshirgan. Nasib bo'lsa oyaga jesang bilak, o'shing to'lsa, ketar aqlin kelsa, nasib bo'lsa buni sen albatta otasan, ko'nglim yetadi dedi. Ustoz agar xayr desangiz shu yoyga ko'nglim ketyapti. Otmasam ham qo'lima bir olsam qaytadi dedi. Agar mabodo biron joying bir qilib desa, men otamdan baloga qolaman dedi, o'zim javob beraman, baba, ko'nglim ketdi, shunga tabarim joyga o'xshaydi. Bir ko'rsam qaytadi dedi, mayli ko'rsang ko'ragay dedi. Hakimbek chavib kela solib, xuddi yerdan bir tayoqni olganday shartta qo'liga olib ichiga o'qti soldi. To'xta bolam dedi. Ay men dedi tavga qaratib otaman, baba, qo'rqmang, tavga qaratib, sizjon tavga qaratib otaman deb ichiga o'qti solib, yoyni tortib turib otdi. Yoyning o'qi ko'rinmay ketdi. Baba tavning bir cho'qqisini yarmini uzilib ketgan ekan Hakimbek, 6 yoshda. Shunda ustoz aytdi, "Ya Rabb" dedi. Bu bekarga nazariya emas ekan. Balam dedi, gap shunday, buni otanga aytma. Men ham aytmayman balam. Hali sen yoshsan. Dunyo bexisrat emas. Ko'zi borlar bor, suxi borlar bor. Yosh ömrün xazon bo'lmasin balam. Bugun oldim bu yoyni ikkinchi qo'lima olmaysan dedi. Agar olsang men ustoz emasman. Hadi olmayman desang ustozlik qilaman, bo'lmasa yo'q dedi. Shunda xayr ustoz olmayman bo'lmasa. Bo'ldi, otqanim shu bo'lsin. Nasib bo'lsa siz ruxsat qilganingiz olarman dedi. Shunda ana endi Hakimbekni qilichbozlikqa o'rgatdi. Qosimbek yoy tortishga o'rgatdi. Domillasidan ilm oldi. Mana Barshin oy bilan ikkalasi bir madrasada o'qib yurib, bular oyoqqa yetadigan vaqtlari bo'lib qoldi. Oyoqqa yurib, bu yoqqa yurib, o'ynashib, kulishib yurgan edi. Voysari boydan xotini, "Bu balam bizim qo'ng'irot o'zbagimizga or-nomus bo'ladi, birga yurish. Qiz bilan o'g'il oyoqqa yetgandan keyin ajralib yuradi, birga yurmaydi balam. Hali sizlar nomahramsizlar bir-birlaringga. Qachon mahram bo'lsalaring Allohning karami bilan bo'ladi. Endi balam yurmaysan" deb Barshin oyda hokimdan ajratdi. Ana xayr bular ham endi Allohning qo'shgan qo'shag'i ko'rishib, so'rashib turdi-ki, ana endi bular shunday qilib yuraversin kunlardan bir kuni. Boybo'rixonning 5000 qo'yi bor edi, 10 ta qotani bor edi. 500 dan bo'lib boqardi. Oltita sozandasi bor edi. 6 ta sozanda har o'toviga bitta sozanda qo'yardi. Jamiyi Boysarining askarlari, Dugonbeglar, Amrakdarlar, muhrdorlar
Hammasi kelib Baysarnikidan ovqatlanardi, sazanda ishlardi. Kunlardan bir kun aytdi, sazandalar, sizlar ham quruq doston aytib yurasizlar. Balanddan aytasizlar, pastdan aytasizlar, cho'pdan aytasizlar, xasdan aytasizlar. Qani shu Baysarning qo'yini, joyini, amalini bir maqtab beringlar qani deb bir Mo'ysafid boboga, baxshiga iltimos qildi. Shunda aytdi, biz baxshilar shundaymizki, podshoning adolatini eshitganmiz. Biz biron kishini nohaqdan maqtamaymiz, faqat biz borda ko'rganimiz, ko'zimiz bilan ko'rganimizni aytamiz xolos. Bunga qo'shishimiz mumkin emas. Ha keling aytdingiz, endi aytganingizni qilayin deb qo'liga sozini olib, Baysarxonning molini, joyini, barchasini bir terma qilib gapirib turgan joyiga qara. Varmışlar çobanı babalı, Baysar'ın ettiler koyunu. 90'lar çorya şıpırır, Kutunda bırakıyını, Belen çaylarga tügeni, O tağlardan abiyini, Kavda gülden kesip gelir, O tağın merçini, 90'larga atar yolu, Karında saryamayını, Çobanlarım birer çaladı, Kalmışlar bulganın ayını, Kaybeneler ya kazaları, Kepe olsayama yayını, Sarbadarlar ya bilmeydim, Ahmetler yanına boyunu, Kaybeneler yapıyla biçer, Soğusa yandire çayını, Burayla çaya tarkamaydı, Baysar'ın bir geleceğini, Caman caydan ağlar kanı, Caman adamın adayını, Şagirtler ya içirterekini, Kuşbak bakşınına kıyınım, Kongurat yeriye toyla rakana, Vay böyle bektine toyana, Türesini yakar etmeydim, Yakşı kadınına oyunu,